69 ming. Yo, noto'g'ri eshitmadinglar. 69 mingga 2 etajli xonadonimiz bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. 69 ming naqdga 69 ming berib turib baraka qilib olsanglar bo'ladi. 208 suti 6 ta xona. Akam 6 ta xonadan iborat. 70 ming pulingiz bormidi? Sizda $1000 ortiqcha pulingizdan qoladi akam. Bu yerda bitta xonasi, chap tomonimizda kuxnasi bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, kafelarga chiqib qolgan. Bu yerda bitta detskiy xonamiz. Hop, bu yerda bitta xonamiz joylashgan. Har bitta xonamiz o'zini xonadan joylariga ega. Bu yer razdelni sanuzi. Ikkinchi etajga chiqqanimizda o'ng tomonimizda zal. Juda chiroyli, nav qaranglar, gap yo'q lekin bor. Bu yerdan chiqqanimizdan keyin bu yerda yana bitta xonamiz. Xonalar juda ko'p. Bu yerda yana bitta xonamizda joylashgan, ko'rishingiz mumkin. Mashalloh, bu yerda balkoni joylashgan. Kelib turib 69 ming dollarga baraka qilib olsanglar bo'ladi. Lakasi keladigan bo'lsa, yangi toshi bo'lsa, 5 kilometr kirganimizda tuzor joylashgan. Kimga qiziqsa, pastga telefon qilib tez baraka qilib olamiz. 69 mingga bunaqasi bo'lmagan hali.